Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022-yili 4-oyning 22 kuni juma. Bugun sizlarga talog'i chiqib, talog'da so'zlab beray deb o'ylab qoldim. Men Amerika Kaliforniyaniki Los Angeles shahrida yashayman. Bu yerda qish olmaydi. Qor yog'maydi qattiq. Burun qattiq qor yog'maydi. Ama yağmurlar hali yağattı. Hazır yakın neticelerden bir yağmur mançı yağması ketdi. Tünügün akşam yağmur yaqqan yerde. Şuna bugün pek çıraylı hop gitipti. Şuna oyladı. Allah'ım sözleydi hep oylağı çıkıp aldım. Günün nuru da pek köz çaknap gitti iken. Şuna kar gözlerine taksam bir kısım bop kaldı iken. Şuna mavi gözlerine takıp aldım. Bugün azırak uçur varsa yetkizip koyduğun. Hazır mı amde çoğunra haber şu Ukrayna uğraşındaki haberi. Şu doğru kısaca uçur birip koyayım. Bugün Rusya'nınki Ukrayna'ya hücum qilganiga 57 kun bo'ldi. 57 günü. Yaqinqi bir yangilik Amerika şu necha kunning oldida Ukraynaga yana 800 milyon dollar qiymatida yordam qilganligini uqtudi. Hem de bu yardım müşahaptadan başlap Ukrayna'ya yetip bardı iken, az şöyle tuş başında iken. Şunda qilib Amerika'nınki Ukrayna'ya qilgan yardımı, cemi yardımı 3 milyard 400 milyon dollarga yetipti. Buniki tang yerimi şu yaqinqi 2 haftaning ichida qaror qilinibdi. Shundaqda 1 milyard 700 milyon dollardek pullandı. Bu qatim qildigan yordamlarning ichida 121 dona Phoenix Ghost degan taktikalik nima uçquchisi yo'q aeroplan bor ekan 121. Buni texi yangidan yasab chiqibdi Amerika. Ashta bu boshqa bu drone deydi, inglizcha drone endi. Uçquchisiz aeroplan, kichik aeroplan. Bu qandaq narsa ishlatiladi, bu to'g'riliq hozir uchur ko'p emas. Chiqib eng yangi texnik ekan bu, mishani bermoqchiga. Rossiya 3-oy ichida har kuni o'tir hisob bilan Ukraynaga 50 dan boshqariladigan bomba etdi ekan, missil. Har kuniga 50 dan 3-oyda. Hozir har kuni 30 ga tushibdi. Mushtaraq men o'tibdi bular. Bu jihatda cho'ng o'zgarish yo'q. Yaqında bir umumyüzlük yani qaytadan hücum başlagan Ukraynaga. Umumiy 1-2 kun qattiqroq elib berilib, undan keyin sal pasayib qoldi. Hozir nimishqikin Ukrayna to'g'riliq xalqaro bahchiq yangi xabarlar, videolar chiqmayotdi. Men Amerikaniki xabarni har kuni ko'raman. Burun har kuni televizorni olsam Ukraynaning xabarati. Hozir ular sal yo'q qolyotdi. Tünögün Pentagon Amerika'nınki Devlet Müdafiə Ministerliği bir şu hazır ahval doğruluk uçur bir tiken ma yuqorda degan sallah şu yerden kelgan sanlandı. Hazır şu yerden ibadet ben bazı uçurlarını. Hazır Rusya'nınki Ukrayna'da uruş qilayotgan askarlarınki sani 85 batalyon taktikalik gruppa deydi. Ben bu batalyon taktikалық grupu haqida o'tganki bir videoda sizlarga tushuncha bergan. Bu har bir grupida 800 bilan 1000 atrofida askar bor ekan. Agar 1000 dan askar bor desak, hozir Ukraynaning ichida urush qilayotgan Rossiyaningki askari 85 ming degan bo'ladi. Bu Rossiya Ukraynaga kirishdan burun chegaraga to'plab olgan askarningki soni 120 batalyon taktikalik grupu ekandik. Shunaqda 120 mingdek askar ekandik. Hozir 85 mingdek askar bor ekan. Nimaning ichida? Ukraynaning ichida. Andan keyin Czech Republic bilan NATO T-72 tiplik tanklarni bermoqchi ekan Ukraynaga. Agar mush tanklarni birib bo'lsa, Ukraynaningki qo'lidagi tankining soni Ruslarniki qo'ldagi tankidan eshib tushdi deydi. Ruslarniki degan vaqtida Ukraynaning ichidagi deb tushundim men. Ular qaraganda Rossiyaga qaraganda Ukraynaniki tankisiniki soni ko'proq bo'ldi ekan endi. Hozir endi kishilar aslida
Ruslarniki aslik plani, Putin'niki plani 5. ayındaki 25. günü mü 29. günü mü bu uğraşını ahırlaştırış dendi. Bu Rusiyaniki 2. Dünya uğraşıda nime Germanlıklar üstüden g'alaba qilgan kun ekan. Shu kunga to'g'rilab Ukraina urushini ahirlashtirmoqchi ekan aslik plani. Lekin bu undamı suzib ketgandek qiladi. Hozir kishilar xuddi Rossiya Afg'oniston urushi o'xshash bu Ukrainadagi urushmi uzun suzib ketish mumkin degan farazlar ko'proq hozir. Shunga bu ishlar qanday bo'ladi? 5-yilning oxiri kelgancha biroz bilalaymiz. Endi yaqinqi bir ikki hafta ichidagi yana bir cho'ngroq xabar xalqaro va Amerikada. Tesla'niki quruvchisi Elon Musk nimani Twitter'ni sotib olmoqchi bo'lib o'tirib chiqdi. Dastlabda do'stona holatda sotib oldigan o'tirib chiqqan. Lekin Twitter'niki direktorlari va boshqa Twitter'niki nima deymiz paychak egillari bunga qarshi turib undaq do'stlarni sotib olishga har xil to'sqinliklarni paydo qildi. Undan keyin dushmanlik bilan qarshilashib turib sotib oldigan bir narsalarni amallarni o'ylab chiqib hozir shu taraflarda mengyotidi Elon Musk. Buniki sababi nima desanglar, Elon Musk hozir dunyo bo'yicha birinchi cho'ng boy, puli eng ko'p odam shu qatorga o'tdi hozir. Birinchi odamga o'tdi. Ashta boshqa agar Twitter'da bir media shirkatini o'zim qurayman desa, bu odam asal qurib keta oladi. Lekin bu yerdagi narsa bu shirkatni qurishga ketadigan mablag' va odam kuchi emas. Bu yerdagi asosiy maqsad Twitter'ni ishlatadigan a'zolar. Twitter'niki eng oxirida e'lon qilgan statistikasi 2019 yilniki oxirida ekan. Oxirida Twitter'ni ishlatadigan odamlarning soni dunyo bo'yicha 330 milliondan oshib ekan. 330 million. Ashta bo'lgan chaqda Amerikaning nüfusiga yaqin keladi degan gap. Ashunchalik a'zosi bor ekan Twitter ishlatadiganlar. Mavbak muhim narsa. Bir yangi media shirkati qursangiz, xuddi Twitter o'xshash bunchalik a'zo to'plashga nihoyat uzun vaqt ketadi. Shunga bu yerda Elon Musk'niki ko'z tutayotgani shu a'zolar, Twitter ishlagan a'zolar ashni qo'lga tushirish uchun mashina qilyotidi. Ana yana birisi nima uchun Elon Musk bu ishga qiziqib qoldi desanglar, hozir shu g'arbdagi Amerikani o'z ichiga olgan g'arbdagi cho'ng media shirkatlari birlashib olib tashviqotni nima qilib oldi, monopol qilib oldi. Buniki eng cho'ng ifodasi 2020 yildagi Amerikadagi prezidentlik saylamida ko'rildi. Shu cho'ng media shirkatlari birlashib olib kimni kuchab tashviq qilamiz, kimni bosimiz, kimni chiqiramiz, kimni tushiramiz degan narsalarda intayin kuchli rol o'ynaydi bular. Til biriktirib olib. Shunga bilan birlikda g'arbdagi shu fikr erkinligi biroz cheklimga uchrashga boshladi hozir. Buniki ba'zi ifodalari masalanga İran'niki devlet rehberi, Saudi Arabistan'ın devlet rehberleriniki, anındaki Şimali Kore'niki, Kim Jong-un'niki Twitter'da hesabı var. Lekin Trump'ın hesabı yok. Trump'dakini amaldan kaldırıp etken. Facebook'ta maşındaq. Hazır müştah bir ahval şekillendi. Bu ahvaldan ameliyatı Xitay'ın bək çöçüp ketdi aynı vakitte. Çöçüp ketip bırakılamkin Xi Jinping Xitay'daki çoğun media teknologiya şirketlerini uyuqstiradigan yo'lni tutdi. Masalan, Alibaba degandek. Amerika bo'lsa, undaq ishni qilmaydi bu Amerikada. Ashta boshqa bu yerda Elon Musk shu bir qancha shirkat, masalan, Facebook, Amazon, Instagram degandek bir qism cho'ng media shirkatlari, yuqori texnologiya shirkatlariniki xalqaro tashviqotni monopol qilishini to'sish uchun Twitter'ni sotib olaman deb o'tirib chiqdi. Shunga bu jihatdagi bu ishdagi jang hozir davomlashyapti. Oxiri qanday natija chiqadi bilmaymiz. Lekin bu yaqinda xalqarada bir cho'ng xabar bo'lyapti. Shunga bularni sizlarga bir deb qo'ydim. Endi uchinchi cho'ng xabar Xitoy haqida. Shanxaydagi karantin ishi bo'lyapti. Bu ish bilan Xitoyniki Abdi Bashirsi dunyoga yana bir qatim qattiq namoyon bo'ldi. Bulupmu yaqindagi videolar ko'p chiqyapti. Aq doktorlik kiyimlarini, virusni saqlanadigan kiyimlarni kiyib olgan saqchilar
puhralarni urib qilib yurgan videolarni ko'p chiqyapti Xitoyda hozir xalqaro medialarga. Ishqilib bu Shanxaydagi karantin Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki mohiyatini dunyoga yana bir qatim obdan echib berdi. Hozir endi burun Xitoyniki yomon narsalarni pash qilib bir narsa chiqarsangiz Twitterlarga hujum qiladiganlar ko'p chiqadi. Yaqinda bularning soni internet ozlab ketdi. Nimishqa degan joyda Xitoyniki obrazi umumyuzlik oshkorlanyapti. Bu yerda meniki nacharlashyapti emas, nacharti aslida lekin dunyo ancha bilmaydi buni. Hozir dunyo bilib bu jihatga uchurlar haqiqatni chiqavergandan keyin hozir xalqaro bu Xitoyga bo'lgan tushuncha jihatda, xalqaroniki Xitoyga bo'lgan tushuncha jihatda yana bir zo'r ilgirlash bo'ldi. Shanxaydan chiqayotgan ses xabarlar bek ko'p. Ülvatkan, aşıqni ülvatkan, üzünü öldürüvatkan binalardan sakrab. Ana yaqinda haqiqatda ashsiz qilib, o'zini po'qnaydigan holatga keldi degan gaplar chiqyapti. 2 kunning oldida bir xabarni ko'rdim men. Bir Xitoy o'zi amaliyot qilib bir cho'ng ziyolidak odam ekan. Nayt ash qilib shu agar bir amal qilsa o'ladigan holatga kelib qilib Cümin deb qo'ydi, Cümindagi kadrlarga telefon qilibdi bu. Aslida karantin qilgan rayon ekan. Men karantin qilingan pukun rayonda hozir talaga chiqaman. Meni kelib tutib ketsanglar deb telefon qilibdi. Nimishqa desa, men tutib ketmasanglar men yedigan narsam qolmadi, o'limga oshiqqa debdi ekan. Ular debdi, uyingda turib va chiqsangmisan tutmaymiz debdi. Haligi Cümindagi boshliqlar debdi ekan. Nimishqa desa, hozir bizga yedigan osh yo'q deb debdi. Demakchi seni akib bu yerda sulab qo'ysaqmi sana bir ash yo'q degan gapda endi. Shanxaydagi bir qism yerdagi ahvol mush darajaga tushib qoldi. Ondan keyin bu qitim xalqaroniki tushungan yana bir narsasi, garchi Xitoy iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilib dunyo bo'yicha 2-o'ringa o'tgan bo'lsa-mu iqtisodiy jihatda. Lekin shu jiddiy ahvollarga taqobil turish jihatda Xitoyniki naqadar ojizligi bu qitim pash bo'lib qoldi. Masalan, şu Shanxayda amaliyotda bu karantin qilish butunlay sun'iy bo'lgan ish. Bu qandaqdir, haqiqatan bu kasalni kontrol qilish bu emas. Bu Xitoydagi siyosiy huquq kurashiniki bir qismi sifatida yana birisi zodi Xitoyda xalqniki besim ostida jim turadigan nima deymiz, jim turadigan tolerance deymiz, chidamchanligi zodi qaysi darajada bir sinab boqaylik deb bu yapayotgan ishlar bu. Aslida mushta endi pash bo'lgan bir narsalar nima desanglar, mushtaq ishni boshlab qo'yib bular. Kim xalqqa ochliq qolgan narsalarni vaqtida yetkazib bermay, logistics deydi, orqasap narsalarni. Shanxayda intayin fojialik ahvol kelib chiqdi. Endi kishilar mushuni qarab turib davotidi, agar Xitoy boshqa bir davlatlar bilan urushib qilib, Xitoy davlati bir jiddiy holatga kirib qolsa, xalqninki qanday kunlarni ko'rdiganligini mushqatim Shanxaydagi voqea orqali biroz faraz qilyapti kishilar. O'ylab baxsanglar bo'ladi. Masalan, agar Xitoyni biz Tayvanga hujum qildi desak, Amerika jiratdan boshqarilgan bombalarni Beijing Shanxayga etish mumkin. Shu nima, qo'mondon markazlariga. Shu harbiy nima, ma'muriy boshliq qo'mondon markaziga etish mumkin-da. Ashta bo'lsa xalq qashqin yo'qoladi degan narsa. Endi Xitoyda 1,4 million nüfus var. Shanxayning nüfusi faqat 25 million endi. Bir Shanxayda mana bir karantin qilib ishni qamlashtirolmay ajoyib ko'p fojialar kelib chiqdi. Shunga agar xalqarada Xitoy bilan boshqa davlatlar orasida urushib qolsa, Xitoyniki qanday bir holatga kirib qolganligi bu qadam biroz pash bo'ldi mushvaqatdan. Andan keyin bu qadamki shu karantin qilish ishida Xitoy yo'qgan yana bir narsa diplomatik besim bo'ldi. Shanxayda zavodlar bekchiq, chet elning zavodlari bekchiq. Masalan, Yaponiyaniki mening anglashimda necha 10 ming, necha 100 ming shirkatlar bor ekan. Bu karantin qildiqda butun shirkatlar yetib ketganligi uchun bir qism davlatniki nimasi konsulxonalari Xitoy hukumatiga besim ishlatyapti. Hech biringlar bo'lmasa biz ketamiz deb. Amaliyotda ketayotganlar bekchiq. Hozir Xitoydan chiqayotgan mablag' solish miqdori intayin zo'r. Yeniden kirayotganlar ko'p emas. Bu jihatda Xitoy mablag' cho'ng ziyon uchirdi. Endi shu
boshqa davlatlarning elchixonalari Xitoy hokimiyatiga besim ishlatib, echpiringlar deb bu ishni qilyotdi. Bundaq bo'lishda Shanxay va uning atrofidagi bir qism rayonlarniki Xitoy GDP'siga qo'shilgan to'pisi 40%dakka. Ko'p iqtisodiy kirim mishalardan kiradi ekan. Hozirgidek palashga kelib qolgan chog'da butun Xitoyniki iqtisodiga berib ta'sir etadigan gap. Hozir ba'zilarniki mo'ljaricha bu qatim Shanxayni karantin qilishdan kelib chiqqan iqtisodiy ziyon o'tgan yilning 5'ida Xitoyda to'kni to'xtatib kelib chiqqan iqtisodiy ziyon bilan barobar keladi deydi. Amaliyotda u to'kni to'xtatishmi qandaqdir tabiiy bo'lgan ish emas. Umu asosan meniki anglashimcha endi Xitoydagi bir qism joylardagi rahbarlar Xi Jinpingga norozilik bildirib, u bu narsani ko'p qilib ketganligiga norozilik bildirib, to'klarni o'chirib o'tib, alamini kurak karomatini deb aytib olgan tamping deydi Xitoylar, unchi yetib olish deb. Shuni kelib chiqqan ish deb shunday deydi. Ish qilib bu ishki iqtisodiy ziyon biroz yiqilishib qoladi. Yana bir ish bu qatimki cho'ng sharmandachilik nima bo'ldi degan chog'da bu Shanxayda har kunisi atsi kasal bo'lgan o'lganlarning sonini qanday deb e'lon qilamiz deb bu rahbarlar o'tirsida yig'in bo'ldi ekan. Yig'in qilib muzokara qildi ekan. Atidagi e'lon qilingan sonni bekitayli deb. Bu shu yig'inlarda hali jangichilar bo'pti endi talash tortish urush bu narsalar bo'pti. Bo'lgandan keyin shu yig'indan xabari bor kishilar ati bo'lmay turib ati e'lon qilingan sonlarni e'lon qilib etib Vishin Vibolarda Busan chetlarga chiqib Xitoyniki naqadar nerangvozchi, yolg'onchi ekanligini pash qilib qo'yapti hozir. Ya'ni Xitoy hukumatı rasmiy sonni e'lon qilib qo'yganidek, haqlar uni 8 soat, 9 soat burun e'lon qilib bordi. Bular asosadagi amniyatga ahvollarni sanab chiqqan son emas. O'zlari yig'in etib, muzokara qilib bekitib olgan son bo'lganligi uchun. Masalan, ilishkinki bir kunda dastlabda 27.719 odam kasal bo'ldi deb e'lon qilaylik deb ekandik, keyin yig'in qatnashqanlar urushib yurib bu sonni 23 mingga tushirib degandek. Bu ahvollarni haqlar yezib chiqarib ekan Weibo Vishinlarga. Atsi Xitoy hukumatining e'lon qilgan sonni haqiqatan mana shunday chiqibdi. Mushunchalik kulkilik ishlar bo'yotdi Xitoyda. Ondan keyin bu ishlar dunyoga tarqalyapti. Masalan, o'tganda degan bir tarjimonlik qo'shini bor. Bu qo'shin Xitoyning ichidagi mushtaq mehnat ishlarini, anikin yolg'on tashviqot, eski tashviqotlarning hammasini tarjima qilib ingliz tili dunyosiga chiqaryapti. Ashning bilan Xitoyniki abdi bashirsi yaxshi ichilyapti hozir. Aslida necha kunning oldida Shanxaydagi karantin shu 20-yillar to'xtaydi ekan degan gap chiqqan chorshanba kuni. Ammo bu ish yuz bermadi. Bir ikki rayonlarda buni bekor qilibdi, karantinni bekor qilibdi. U rayonlarda asosan chet elniki shirkatlari jiq to'plangan joy ekan. Kishilarniki parazitcha Xi Jinping chet el davlatlariniki besimiga bardosh bermay qavatidi deb shunday deydi. Ondan keyin Tunugun Fudan universitetida bir voqea bo'ldi degan xabarni chiqdi. Bu ishlar bugunlardan jazmlanishi mumkin. G'arbniki medialarda to'liq uchirib ko'rmadim. Fudan universitetida Shanxayniki voqea bo'ldi. Asosan o'quvchilar bilan hukumat o'tirsida. U yerda o'quvchilarni tutib boshqa yerlarga karantin qilamiz deb tutib akatmoqchi bo'pti deydi bir sabab. Yana bir sabab qizlar yuyindigan muncha uydagi kameradagi video ko'rinishini sirtqa qo'yib yetibdi demdi, ishqa boshqa bir voqealar bo'ldi deb. Ishqilib hozir Xitoyda davlat hokimiyat beshidagi Xi Jinping guruhi bilan unga qarshi guruh o'tirishidagi huquq ko'rishi intayin kaskinlashdi. Shanxaydagi karantin shuniki bir qismi amaliyotda bu yerda kuch sinash bo'lyotdi bu yerda. Ashning bilan ajoyib ishlar chiqyotdi. Nimada Tibetniki bir nayisida Xi Jinpingniki rasmini essish uyga umumiylik yo'li qo'yilibdi deydi. Unda ishlar bo'lyotdi. Ishqilib hozirgi parazlarda Xi Jinpingniki bu yil qayta taxtga chiqish ehtimolligi ojizlab menyapti degan paraz ko'proq hozir endi. Bu qanday bo'ladi bu yil 10-11-yillarda bilamiz. Xi Jinpingga qarshi kuchlar to'xtamay kuchlanyapti hozir. Endi
vatanga kelsak, vatanning ahvoliga. Yaqindagi vatan haqida asosan xabar olamasdan bo'lib ketdim men. Menga hech nima kelmayotdi. Shunday bo'lgani uchun vatanniki yaqin ahvol zoti qanday bilmaymiz. Ehtimal bir qism qarindoshlar uydagilar bilan aloqalashib turayotgan bo'lishi mumkin. Shaxsan menda bu to'liq uchur yo'q. Shu 4-yaniki 20-kuni, ya'ni tunugun bizning vatanda hozir partiya komitetidagi sekretariga yangidan chiqqan Mashin Rui degan Xitoy bir maqola e'lon qilibdi. Tunugun 21-sida. Buni Xalq gazetida, Remirbo gazetida e'lon qilibdi. Buning mazmuniga qarab turib biroz cho'chidim men. Bu temisi nima deydi desanglar, Şinjan'daki cemiyet muqimligi ve uzun müddetlik bexatarlikni saqlash jihatda ishlarni qat'iy kapolatga ega qilaylik degan bir temidagi maqola ekan. Bu maqolaning ichida ikki mazmun meni jalb qildi. Uniki birisi yana davomli holda qonun asosida bölgünçi, radikal dinçi ve terörçi kuchlarga zarba berish degan gap bor. Davomli holda davomli elib berib, davlatniki bexatarligi va Şinjan cemiyetiniki muqimligiga kapolatlik qilish degan gapni ishlatibdi bu. Men turib o'ylab qoldim. Uyg'urlarni hozir shu qadar vayron qilyapti. Sirti turayotgan Uyg'urlarda asosan hech qanday bir qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmadi. Sulangan Uyg'urlar turma, lager va majbur emgak zavodlarida. Ularni kuni qandoq, kuniga qanchalikdan odam o'lib ketyapti hozir bularni bilmaymiz. Shanxaydagi odamlarning o'lish ahvolimi menda xil cho'ng andishni paydo qildi. Bizim vatanniki ahvoli bu joyda ahvoli qap-qorong'i. Moshundaq tursimi, yine nima uchun bu bölgünçi, radikalchi va terrorchi degan gaplar o'tirib chiqadi. Buni zodi yine kimlarga zarar bermoqchi bu go'ylar degan narsa kallamga kelib qoldi. Endi buning ma'nosi zodi Uyg'urlarni taltikus yo'qotmoqchilik, biz bu yo'ldan yanmaymiz degan gapmi buni? Bu uqmadim. Ishqilib balki biz biladigan amaliy ahvol bilan selishtirgan chog'da ma'u tutmoqchi bo'lgan siyosati yana intayin ortiqchadek bilindi menga. Hozir Uyg'urlarniki sulanmagan Uyg'urlarning ichida zodi hokimiyatga qarshi ko'rsatgandek kuch zodi qanchalik. Yana mushtaq zarba beradigan harakatni davomli olib borish zurur emasmi degan narsalar. Meni biroz shu ishda herhalde bu gap chiqdi. Ikkinchisi yana bir mazmun bu Mashin deydi. Hozir nima BDT'niki amaldorlari, chet elniki Xitoydagi elchilari, xalqaro tashkilot, xalqaro media va xalqaro boshqa xalqarodagi diniy tashkilotlarniki boshliqlarini Şinjanga taklif qilib akilib, Şinjanniki haqiqiy ahvolidan xabardor qilish kerak debdi. Bu gapni mishqmeniki diqqatimni tortdi desanglar. Demek hozir qo'rqmay turib, o'sha odamlar Şinjanga kelsa bo'ladi deyotgani Mashin Ruiniki. Demek bular ishdan bitirib bo'ldi degan gap. Agar bu kishilar bizning vatanga borsa, Xitoy hokimiyatiniki Uyg'urlar ustidan o'tkazgan, sodir qilgan jinoiy ishlarini bilmaydi degan gap. Shu darajada tayyorlikni qilib bo'ldi degan gap. Shu ikki mazmun meni biroz diqqatimni tortdi. Agar qarindoshlarda vatanniki yaqin ahvoli to'g'riliq ma'lumotlar bo'lsa, menga yetkazib qo'yinglar. Bundan biz xabardor bo'laylik. Ishqilib yaqinki ikki haftaning ichida vatanning ahvoli zodi qandoq, nima ishlar bo'ldi, bu jihatdan shaxsan men xabarsiz qoldim. Endi oxirida deydigan yana bir tema, biz hozir 2022-yillik Uyg'ur Project fondiga yan to'plash ishini elib beryapmiz. Buniki asosligi Facebookda bo'lyotdi. Onundan boshqa PayPal, Uyg'ur Project fondiniki tor beti, andan keyin bizniki Turkiya, Kanada, Yaponiya, Yevropa, Avstraliya qatorliq ellarda bizning vakillarimiz bor. Shular orqali yan to'plash elib beryapmiz.
Facebook'taki pulni qanchalik yig'ildi buni sizlar ko'rdinglar. Hozir Facebook'da jami 52 odam yani qilib bo'ldi. Pul $4500'dan sal oshdi. Undan boshqa PayPal, Torbeti orqali yani qilganlar 6dagi odam yani qildi. Ondan keyin bevosita yani qilganlarmi bor. Bu ishlar bo'yotdi. O'tgan yil bilan solishtirgan chog'da bu ahvol ancha yaxshi emas. Yaqinda tunugun bir 9-10 yoshli bir qizimiz o'ziniki bir yil jiqqan ota-onasi hashadat bergan pulni yig'ib shu pulini Uyg'ur Project fondiga iyon qildi. Men nihoyatda ta'sirlandim. Bu qizimiz o'tgan yil mana shunaqa qilgan. 2021-yilda biz iyon to'plagan chog'da bu qizimiz o'ziniki bir yil jiqqan pulini Uyg'ur Project fondiga iyon qilgan. Ota-onasi nihoyatda obdan iyon qilyotdi. Bu yil nihoyatda qattiq ta'sirlandim. Ko'pdan-ko'p rahmat. Endi bu yil men o'z elimdan $5000 chiqardim Uyg'ur Project fondiga. Aslida buni demasligim kerak edi. Deb qo'yay dedim. Nimishqa degan chog'da bu yilgi iyon to'plash ahvoli sal yaxshi emas. Endi meniki farzimcha hozir har qaysi Uyg'ur jamoati to'plum yashayotganlarning hammasida iyon to'plashlar bo'lyotdi. Andiki yerlik tashkilotlar bor, ularga pul berish ahvollari bor, uni boshqa ishlar bor. Ashta boshqa iyon to'plash ishlari biroz ko'p bo'lganligi uchun boshqa bo'lyotdi deb o'ylayman. Shundaqdimi Uyg'ur Project fondiniki qilayotgan ishlari bek muhimdi. Endi biz boshqalar ancha qilolmaydigan dunyoviy xarakterlik ishlarni qilishga bahaq ko'ngil bo'lib kelyapmiz. Kitob chiqaradigan bo'libmi shu Uyg'urlikni chet elda saqlab qilishga oid ishlarni qilish jihatida boshqalar qilolmagan ishlarni biz bahaq qilyapmiz. Bu jihatda ideyasi borlarmi bizni izlab kelyapti. Ashta bo'g'ashqa qarindoshlar biroz bir tirishib qo'ygan bo'lsanglar, O'rta Osiyodan boshqa ellarda 100 mingdak Uyg'ur bor. Agar 10 Uyg'urning ichida bir odam 10 Uyg'ur $1 chiqarsa bizga $10,000 yig'ilishi kerak endi. Ashta bo'g'ashqa maosh bek muhim. Shuni bir ko'ngil bo'lib qo'ysanglarmi? Shuni boshqa men o'zimning ahvolini deb qo'yishga majbur bo'ldim. Uyg'ur Project fondi nihoyatda sog'lom mang'idi. Buningdagi mana shunday bizniki bir qism muqim chiqimlarimiz bor. Uyg'ur to'ri jurnali, Uyg'ur axborot markaziniki video programmasi. Buning muqim chiqimimiz bor. Bu chiqim asosan Turkiyada biz uchun ish qilayotgan qarindoshlarniki ish haqqi bo'ladi. Biz Turkiyadan boshqa yerdagi hech qanday odamga ish haqqi bermaymiz bu jihatda. Turkiyaniki turmush ahvoli, iqtisodiy ahvoli nachar bo'lganligi uchun u yerdagi qarindoshlarga biz iqtisodiy yordam qilmasak bo'lmaydi. Qolgan pullarni biz asosan har xil proyektlarga ishlatamiz. Shunga bo'lsa bir kuchab qo'ygan bo'lsanglar. Endi bu yerda bir haqiqat bor. Buni nurg'un qarindoshlar biladi. Biz davomli umidvor bo'lib yashash, umid bilan yashashni tashabbus qilamiz. Amaldan shunday qiladi. Nurg'un qarindoshlar shunday qiladi, umid bilan yashashni. Bu bek muhim. Lekin umid bilan yashab o'zimiz tirishmasak, bu bizning taqdirimizni boshqalarniki o'zgartirib berishini saqlab turganlik bo'ladi. Umidvor yashash bilan birlikda o'zimizningki majburiyatni ado qilishimiz kerak. Umidvor yashash bilan birlikda o'zimiz eng zo'r darajada tirikchilik ko'rsatishimiz kerak. Ondan keyin biz boshqalardan yordam talab qilaymiz. Hozir Uyg'urlarniki siyosiy davosida Uyg'urlarga qaraganda bu ishni qilayotgan chet el soni ko'proq o'zining farzicha. Chet eldagi Uyg'urlar ichida bu da'voga o'zini otgan, aktiv holda kirgan kishilarniki nisbati intayin to'g'ri hozir. Shu umidvor yashadim deb boshqa ish qilmay o'tirsak, bu ishimni boshqa hal qilib bersin. Bizning taqdirimizni boshqa yaxshilab bersin deb savob to'g'anlik bo'ladi. Unum bermaydi bu. Bu jihatda men bir necha qatim to'xtaldim. Ukraina biz uchun yaxshi misol. Biz oldi bilan o'zimiz qildigan ishlarni qilishimiz kerak. Ashta qilsak qahram yordam qiladi. Lekin Allohniki buyurgan yordamiga erisha olamiz shu orqali. Shunga bu jihatda bir kuchab qo'ysak.
iqtisodiy jihatdan sizlar yordam qilinglar. İşini qildiq odamlarni biz tepib, o'rlashtirib, ishni biz qilamiz yoki qildiramiz. Bu jihatda biz to'liq imkoniyatimiz bor bizniki, uni qilib ketaolamiz. Lekin albatta men degandek, men burunda ko'rataman, Uyg'ur Project fondidagi direktorlar bo'lsin yoki bizga yordam qilayotgan qarindoshlar bo'lsin, ular bizni haq olmaydi, amaliyotda ularning hammasi iyoni qiladi. Ozdir ko'pdir. Ashta boshqa birlashib turib o'zimizdagi chet eldagi ishlarni obdara qilaylik. Müşahede bir tirishib qo'ygan bo'lsanglar. Buguncha sizlarga 22 kun bo'ldi. Bu iyon to'plashma yana 10 kundan keyin to'xtaydi. Bo'lsa bir kuchab qo'ysanglar. Hozirga qadar iyonni qilgan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi oxirida deb qo'yadigan bir narsa, yaqinda men Facebook'ga insonlarniki ruhiy va ma'naviy sifati haqida bir qism yozmalarni chiqaryapman. Har qatim yozma qisqa, andiki yenik mazmun jihatdan. Yenik deganim hozir endi Ramazonda mutlaq ko'p sondagi qarindoshlar ro'za tutadi. Ashta boshqa vaznisi og'ir narsa bo'lsa, uni hazm qilmoqqa tasroq. Shunga sal yenikroq narsa bo'lsin deb mush yozmalarni chiqarib qo'yapman men. Andikin her bir günün çıkıdığan mezmun, her bir mezmunni o'qishga 5 minut vaqt ketmaydi. Lekin o mezmunlarniki ahamiyati mezmuni intayin cho'nqur. Bir o'qib beqinglar. Men hozir qadar bu kishilik sifatga qaratilgan hammasi. Hozir qadar 6 qismni chiqarib oldim. Onun birincisi kishilik xarakteri va axloqiy fazilat, ikkinchisi sihriy kuch, başqalarını o'ziga jalb qilish kuchi. Üçüncüsü sodiqlik yoki bir ishga o'zini to'liq atash. To'rtinchi aloqalashish iqtidori. Beshinchisi qalpoqqa loyiq bosh bo'lish. Qalpoqqa loyiq dasmoya bo'lish. Oltinchisi jasorat. Mushu 6 qismdan chiqarib oldim men. İmkon bor har kunisi bir qismdan chiqaryapman. Shunga qarindoshlar o'qib beqinglar. Nima bu narsalar intayin muhim. Meni tushunadigan qarindoshlar nayt ko'p, lekin tushunmaydigan kishilar ham bor. Mushu millatniki manfaatiga bir taqishadigan bir qism cho'ng ishlarda men o'zimga xos o'zgacha bir maydon tutdim. Maydon tutib o'tira chiqdim. O'zimning manfaati uchun emas, millatning manfaati uchun. Agar o'zimniki manfaatini nilam o'ylagan bo'lsam, men bu hech kimning tishiga tegmay, hech kimda bir norozilik qo'zg'amay, oilam bilan, navram bilan bexaramona yashab ketaverdim sayohat qilib. Hozir millat bek og'ir kun qilib qoldi. Biz uzun yillardan buyon faxrlanib kelgan millatimiz 5 yilni chidlab vayron bo'lib ketdi. Mayli vatan bo'lsin yoki Uyg'ur millati bo'lsin, mohiyat jihatini epetgan chog'da asosan vayron bo'lib ketdi. Mana bir holatda. Ashta bo'lganlik uchun millatning manfaati uchun boshqa to'masak bo'lmaydi. Men bu ba'zi og'ir gaplarni demasam bo'lmaydi. Agar o'zim o'ylagan bo'lsam demaydim. Meniki ashta qilishimda sabab bor. Men sizlarga mana yozib chiqarib qo'ygan narsalarni, sifatlarni nayt obdan bölümü. Üzərimdə qançıq bor bu narsalar nayt yaxşı bölümü. Men tunuydigan kişilerde qançıq bor. Başqa təşkilatlarındakı liderlərdə, başçılarda qançıq bor. Bunu obdan bölümü. Sizlərmi o'qib bunu, bu narsalarniki qaysilari sizlarda o'zingizda bor ekan, qaysi yo'q ekan bir dansab beqinglar. Agar mush narsani o'qisanglar, o'zinglarniki qanday yashab kelganligini bilalasizlar. Mening qanday yashab kelganligimni, nima uchun men ba'zi bir cho'ng masalalarda o'tirib chiqayotganligimni bilalasizlar. Meniki bu qotqa ishlarimni hozir qadar qo'llab kelayotgan qarindoshlar mutlaq ko'p sonliqni egallaydi. Lekin oz sonliq kishilar menga qarshi taqotuq ishlarni qildi. Ularniki ba'zilariniki men qotqa ishlarni tushunadiganlik xalos yetmedi, ba'zilariniki bilim yetmedi. Lekin ma'nosini o'qib, o'zinglarni dansab baqsanglar,
Başka liderlerimden insaf basanlar, menimden insaf basanlar, neyim için mesela yaşaganlığımızı, yaşayotganlığımızı bilalaysizlar. Üzerlerini bilalaysizlar. Şuna alanı bir okup bakınlar. Bir adamniki ruhi dünyası, o adamniki öz hayatını kandak yaşaydıganlığını belgileydi. Meniki şundak. Men qandaqdı ol ki bu milletin içinde tünügün bir gün oturup çıkıp adam emas. Eğer tuluksuzdan hesaplasam bana 50 şiddet oldu hazır. Bir xil yaşap kelyapman. Muş sifatlarni ko'rib baqqanlardan keyin tushunasizlar. Odamda ashtaq bir o'z-o'zini tushunish. Anandan keyin bir inson öz ömrüneki kıymetini aşırışta qanday yaşash kerakligi haqida bir mukammal tushuncha bor bo'lishi kerak. Ashtaq bo'lsa, sizda izchillik bo'ladi. Nerede turuşunuz, nerede yaşınızda qat'i nazar yine o'xshashlamkin bir xil holatda yashab olaysiz. Mush narsa tasvirlangan men yozgan narsada. Shu o'qib beqinglar. Nachi ko'p foydasi bor sizlarga. Buludu. Aslında ben o'zim to'liq ancha to'xtalmayman degandim. Lekin millatniki istiqboli, taqdiri nayeti bir o'ylanmasak bo'lmaydigan holat kelib qoldi. Ashta bo'g'ashqa men to'xtamay men nima ish qilib beralayman hozirgidek vaziyatda millat uchun deb o'ylayman. Mana shu sohada qilayotgan azroq ishlarim. Ondan keyin Uyghur Project fondidagi qarindoshlar biz buni ko'p tirishchilik ko'rsatib bar imkoniyat ichida biz qilayotgan ishlarning hammasini qilaylik deb o'rtaq tirishchilik ko'rsatyapmiz. Biz bilan birga ish qilayotgan qolgan qarindoshlar ham shundoq. Shunga bu ishlarda hammamiz bir o'rtaq tirishib qo'ysak, biz o'zimizniki qildig'ini qilib yashaylik. Onun natijasini Xudoyim berdi. Bo'ladi demsa, kelar qatim ko'rishishga amal bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.